Biz bugün 300 yıl burunqi Şinjandagi baylarning dachasini ziyorat qilib boqayli. Burunqi baylar pomshchik deb ataladi. Bu Qashqardagi bayning dachasi. Dachaning ko'lami 700 bin fan atrofida keldi. Burunqi baylarning o'yilsidimi nag'ma navo uzilmaydi. Bayning bu uyga kirsangiz o'zingizni xuddi dangliq yig'ib saqlovchining do'koniga kirib qolgandek his qilasiz. Mavi uyga kirsangiz gilamchining do'koniga kirib qolgandek his qilasiz. Hozir bu bayning uyini ko'rish uchun 30 yuanga balet setib olamiz. Bu bayning dachasining ishikining qulupimi ketmandek cho'nglikda keldi. Ishikdan kiribla o'ng tarafda burunqi davrdagi qatnash quroli otning uyi. Bu hozirgi davrimizdagi mashina to'xtatish iskalatimizga o'xshaydi. Bu dacha yer usti 2 qavat, yer osti 1 qavat, jami 3 qavat bo'lib, nihoyat yaxshi saqlangan. Bu dachada jami 20 necha eg'iz uy bor. Bu bo'lsa bayning qo'g'dug'chisining yotoq uyi. Ikkinchi qavatda cho'ng bir mehmonxona uy bor. Bay bu hovlida nurg'ulg'an xotinlari bilan yo'ldan o'tgan kashkanlarni kuzatib, choy ichib o'tiradi. Mao bo'lsa bayning munchxonasi. Bu bayning o'zining yotoq uyi bo'lib, bu uyning egizligi 5 metrdan oshadi. Hozirgi davrdagi dachilardimmi egiz, nihoyat ozoda, ko'rkam, bo'rondek shamol o'tishib turdi. Bu yotoq uydan keyindagi hovlidagi xizmatkorlarning xizmat ahvolini kuzatgili bo'ldi. Mao bo'lsa bayning oltin kumushlarini saqlaydigan bexatar ishkobi. Bay bu o'rindiqda o'ltirib mo'xorkasini chakkash oldi hovlidagi xizmatlarni nazorat qiladi. Mao bo'lsa bayning kiyim saqlash uyi. Hozir bu bayning hovlisiga davlatimizning har qaysi joylaridan nurg'ulg'an Sohibjamal Vanxon qizlar kelib rasmga tushdi. 300 yil burunqi bay bu go'zallarni ko'radigan bo'lsa cho'qim kulib ketadi. Ayollar ko'rgan bo'lsa sarosimiga tushadi. Bu pallampaydan tushgan yerdagi uy bo'lsa bayning oshxonasi. Yer ostidagi uylarda oshliq saqlaydi. Amgak qurollarini saqlaydi. Xizmatkorlar o'ltiradi. Bu dachani yoqtirgan bo'lsanglar, filmga yurak berib qo'ying. Meni qo'shib oling. Sanya 76 degan undidarni qo'shilib, sayohat to'g'risida maslahat so'rang. 抖音